O'rtoq, senga maslahatim, onasini ko'rib, qizini ol. Men 2006-yilman, sizchi? 76. Durdonani oyisi ekansiz. Ismingiz nima? Malohat. Shu Durdona qizimni bir o'zim boqqandan ham ota ham ona bo'lib, endi nima qilamiz? Marojniyimiz, park aylanamiz, kinoga tushamiz. Ketdingmi o'zi? Sardor aka. Sardor aka, bu nima qilganingiz? Oyim bilan uchrashuvga chiqib, meni sharmanda qildingiz-ku. Ko'rganlar nima deydi? Ye, o'chir ovozingni. Dadingga baqirma. Kelinglar mehmonlar. Assalomu alaykum. Qani tepaga chiqinglar. Hey, nima qilyapsizlar? Ha, o'zingiz tepaga chiqinglar dedingiz-ku? Dadasi tushuntira olmayapsiz. To'rga chiqinglar demoqchilar. To'rga? Ha, endi oshirib yubordingiz kelin. Nima sizga o'rgimchaymizmi to'rga chiqamiz? Rosa g'azalkash ekanlar. Ye? Nosim qani? Sog'madingmi? Yo, sigaretingizni oldim lekin dada. Ha? Ha, o'shaning uchun aytadi-da, o'zingga ehtiyot bo'l, qo'shning o'g'ri tutmadi. Ha? To'xta. Kimsan? Mays aka, men Sardorman, qo'shningiz. Ha, qo'shnisizmi? Deydi, unaqa bo'lsa bemalol. Mana bu xonada televizor bor. Pullar mana bu xonada seyfda. Ya, qo'ysangizchi, gapni ham olasizda. Ne menga baqirasiz, asabim buzmang. Hali meni sovunimga kir yuvmabsiz. Ha? Ey. Ha? Sizni sovuningizmi bu? Nimaga ishlatgansiz? Qanaqadir g'alati. Dada, e'tibor bermang, bularga jo'jani kuzda sanaymiz, tushundingizmi? Jo'jani kuzda sanaymiz, molli qishda so'yamiz, jonga tegdilaring. Qo'ying, bola-yu. 27, 28, 29, 30 ta jo'ja bor ekan. Mana yozda sanadim. Nima bo'ldi? Hech nima bo'lmadi, dada. Nima bo'lmadi? Bitta ibora bor, eshitganmisan? Gar bitta o'g'ling bo'lsa ham uni yozda ur degan. Eshitganmisan? Dadangga bekor gap qaytarding-da, o'g'lim. Ya, siz ne aralashyapsiz? Qo'yavering, bitta bolaga 7 ta mahalla ota-ona deyishgan. Yo, uni tasavvur qilmang. Video qalay chiqdi? Kommentga yozinglar. O'zbekona gaplarni primoy tushunsa qanday bo'ladi? O'rtoq, nima siqilasan? Siqilma. Hali senga bori onasi o'pmagan qizni uchirdi. Bitta narsa so'rasam maylimi? Mayli. Sizni onangiz o'pganmilar? Faqat onam o'pmaganlar. Nima? Qizim, borgan joyingda toshdek qotgin. Xo'p, bo'ladi. Kelin emas, bez bu, bez. Buni mana shu qaqqayib turish uchun kelin qilib kelganmiz. Namuncha baqiraverasiz? Adam menga borgan joyingda toshdek qotgan deganlar. Qo'shni, xafa bo'lmaydi, mana shu keliningizni qo'li sal egri. Menga qarang kelin. Sizni qo'lingiz egrimi? Nima deganingiz bu? Va o'rtoq, anu qiz dahshat ekanmi? Unga qarama, uni men ko'z ostimga olib qo'yganman. Ko'z ostingga? Nima qilyapsan? Qani qiz?